Hurmatli podpischilarimiz, bugun 4-iyun 2025-yil sizlarga reklama qilib beradigan yana bir mashinamiz 2020-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 3 avtomobilimiz bo'ladi. Mashinamiz aytib o'tganingizdek 2020-yilda ishlab chiqarilgan yumshoq ballonlar metan gazi ustanovka qilingan. Mashinamiz absolutniy rodnoy, bemalol ustalaringizga kelib tekshirtirib xarid qilishingiz mumkin. Motorlarni ham kulish demagan, konditsionerlar ham yaxshi shatda turibdi. Mashinamiz ikkinchi pozitsiya 2020 yil mexanik korobka. Mashinamizda metan gazdan ustanovka qilingan. Shunday holatda mashinamiz. Hech qanday kirchiq, yenchiq, defekt aybi yo'q. Sonlar ham akkuratli. Mashinamiz yurgan kilometri 67.967 kilometr ekan. Salon kısmı şimdi akkuratli 4 takşıkken hem kırçılıp yatkanı yok. Sidinelen bulaşıp yatkanı yok. Metan gazla götürenleriniz değil. Zapaska bir koyup alınan o şeyde. Motor kısmına umuman kulish tegan emas. Klapan switchlari ham rodnoy turibdi. Abezlari bor, ko'rishingiz mumkin. Real kapotlardan kulish tegan emas. Mashinamiz shunday holatda. Mashinamizni kreditga chiqarib olaman desangiz, 20 million bilan chiqarib beramiz. Oylik to'lovlaringiz 3 milliondan tushadi. 5 yil. Agarda naqd pul bilan kelaman desangiz, mashinamiz narxini 108 milliona beramiz. Kimga shu mashinamiz qiziq bo'lsa, Bog'ot tuman Gayn ro'parasındagi Bog'ot avtolider salonida bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Xohlasangiz naqd pul, avtokredit, barter xizmatlari ham bor. Yetmaganlar 1-2 oy turib berish xizmatlari ham bor. Ekranda telefon nomerlari bo'ladi, bemalol bog'lanib kelaverasizlar. Hammangiz salonimizda kutib qolamiz.